Film qanchalar kassabob va muxlislar qalbidan joy olgan bo'lishiga qaramay, texnik xatoliklardan ham xoli emas. Hozir bir nechtasiga to'xtalib o'tsak. Maximus oti bilan mashg'ul bo'lib turgan bir payt, orqada tasvirga olish jamoasidan kimdir aylanib yuribdi. Xuddi boshqa joy qurib qolgandek. Qora tuproq, xotinimning sochlari kabi qop-qora. Hoy Maximus, yo sen bizni aldayapsan, yo xotiningni unutib yuborgansan. Qahramonlarimizga qog'oz ixtiro qilinishiga hali 1000 yil borligini balki aytarmiz. Qaranglar. Gladiator jangini kuzatishga oq futbolka va jinsi kiygan kameramen ham kelgan ekan. Legionerlarga otni boshqarishlarda kelajakdan kelgan kapishon va zamonaviy botinkadagi sirli odamlar yordam bergan. Sizlarni bilmadik-ku, lekin bizni aravalar faqat gaz ballonda yuradi.